konsert payti va pop-updan nima olganman va qanchaga kelinglar ko'ramiz. Birinchisi bu lastik bunaqa shirincha shapochka. Buni men 100 batga oldim, so'mda esa 40 mingga. Bundan tashqari unaqa futbolka oldim. Bu futbolka mana hamma biladi. Buni 510 batga oldim, chunki skidka bilan kit olganimiz uchun o'rtog'imdan. Keyin esa mana shunaqa shirin sumочка oldim. Keyin bilsam bunaqa sumочкаlar voобще qolgani yo'q. Yaxshi, men ulgurdim. Buni esa 200 batga oldim. 80 mingga va menga shunaqa plakat berishdi deb. Agar original pop-up narsaga kelsak, birinchisi bu sharf esa men 990 batga oldim. Bu degani so'mda 390 ming. Bunaqa kartonli plakat, uni esa men 400 batga oldim. 160 ming so'mda. Keyingisi mana bunaqa blok o'zingizga yig'sanglar bo'ladi. Har bittasi bittadan sotiladi-da. Men shunaqa yig'dimki 580 batga. So'mda 230 ming bo'ldi. Keyingisi bu Veer plakat. Veer plakatni 300 batga oldim. So'mda esa 120 ming. Keyingisi bu uzuli. Uzuli bilan sal momo bo'ldi. Chunki men birinchi bunaqa sipochka xohlaganman. Adashib 41 xil bo'lganim uchun adashib uzib olib qo'yibman kelsam. Razmeri ham kichkina, M razmeri. Dedim, uni esa 1480 batga oldim. Keyin uni sotib olaman deb o'ylab sipochka oldim. Sipochka narxi esa xuddi shunaqa. Shunaqa sumочка 100 batga. Men o'sha 78 batga sotib oldim bozordan. Bu esa biletlarga 70 ta kartochka berishgan va birinchi kuni turadigan joy bo'lgani uchun qo'limga shunaqa taqib qo'yishgan kartochkadan tashqari va bunaqa pul ham tutib oldim. Tutib olmadim, menga endi berishdi to'g'risini aytaman. Vot, so'radim, menga ham berdim. Bular esa men podarkalar Tiger kafe degandim. Men keyingi videoda shu kafe haqida yangi nima kofe ichganini ko'rsataman va albatta shu videoni kuting. Shuni o'ziga nech pul ketganini ekranda ko'rib turibsizlar. Sog'jan bizani ogohlantiruvdi. Agar kimdir uzun xohlayotgan bo'lsa, menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammaga xayr, keyingi videogacha ko'rishguncha.